Agar sudyalar, yo prokurorlar, hokimlar bu qonunni mensimasa, senatorlarni ham bir tengi olmasa, meni fikrim shunaqa. Prezidentni ham bular bir tengi olmaydi. Bu qonun ko'p hokimlarimizni mana ko'ramiz, o'zini bir amirdek tutadi. Masalan, o'sha tergovchining orqasida hech kim yo'qmi? Masalan, tankasi yo'qmi yoki deb tergov organi qanaqa material chiqqan bo'lsa, sudda shu material o'tyapti. buni haqqini berish kerak, u tadbirkor, u pulni ishlatgan, bugungi uni bahosi shu. Nima uchun u masalan 10 so'mlik narsani 5 so'mga, 3 so'mga berishga majbur bo'lish kerak? U mustaqil bo'lishi kerak. Buni tarafini olish kerak emas. Yo hokim buvani, yo anaqani, yo prokurorni, yo uni olish kerak emas. To'plangan hujjatlarni ko'rib chiqib, Nega kurashmayapsan? Osongina qo'lingni ko'tarib qo'yasan. 51% aksiyasi o'z hokimiyatda bo'lsa, qanaqa yo'qadi bu? Qatnashgan sudlarimda, sudyalarda jasoratsizlikni ko'raman. Qo'rqoqlikni ko'raman. Men insonlarning huquqini himoya qiladigan odam tadbirkorni javobgarlikka tortish bilan oladi. Eng yomoni bitta hokim keladi, bitta qaror qabul qiladi, ikkinchisi keladi, boshqa narsa qiladi. 2010-yilda biz shunaqa holatni ko'rganmiz. Eshikdan kirmasdan surib o'qib ketib olganlar bo'lgan. O'shani yerini olib qo'ysa-yu, auksionga qo'yib sotsa, pul tushirsa. Maqsad shu. Biz hokimiyat nima qiladi? Buzib tashlab 200 kvadrat metrga 20 kvadrat berib, u prokuror so'rash kerak-ku holat bo'yicha. Keyin o'sha korrupsiya degan balo bor ekan, ko'p narsada statistikalarimiz ham cho'tki bo'lib ketmaydi. Aytyapman-da, mumkin emas, musulmonchilik ham to'g'ri kelmaydi deyapman. Endi prokuratura, viloyat prokuraturaning bolasi aytyapti. Siz deyapti, prokurorlar nimaga qodirligini ko'rasiz hozir deyapti. Ustidan kulib, odamlarni qiynab, ijrosini bunaqangi ahvolda sharmandagarchilik olib kelyapsizlar. Uni biz gapirmasak, siz gapirmasangiz, uni kim gapiradi? Mana hokimlar ahvoli mana faqat buzishdan nariga o'tmayapti. Lekin MEB deyapti, shu devoringizni buzib ketadi deyapti.